Haliyam kotleti faqat yog'da qovurib yeyapsizlarmi? Bugun man sizlarga noodatiy, mazali, sochli chiqadigan kotlet retseptini o'rgataman. Bismillah niyatib boshlaymiz. Birinchi bo'lib sutga yuvib olgan nonimizni solamiz va ketidan katta piyoz va 3 ta dona chesnokimizni qirg'ichdan o'tkazib, tapga ko'ra zirab olamiz. Nachinkamizni yaxshilab aralashtirib, shunaqa ko'rsatganimdek urib-urib pishitib olamiz. Va 3 ta yoki 4 ta dona tuxumimizni chaqib, ketidan ko'k piyozimizni ham solib, sut va ta'bga ko'ra ziravorlardan solib, aralashtirib chetga olib qo'yamiz. Va kotlet pishiradigan piyolalarimizga yaxshilab sariyog'larni surib, xuddi shu ko'rsatganimdek qilib forma berib olamiz. Cho'ppidan chiqarib olgan yaxshi eriydigan sirimizni nachinkamizni ichiga to'ldirib, ustidan pomidor qo'yib, birin-ketin hamma piyolalarimizga bir xil qilib, xuddi shunaqa nachinkalarni terib chiqamiz. Oldindan tayyorlab qo'ygan tuxumli massamizni nachinkamizning ichiga chiroyli qilib solamiz. Va duxovkaga 40-45 minutga 150-160 gradusga pishirishga jo'natamiz. Kotletlarimiz sochli mazali bo'lib pishib chiqqunigacha oldiga garnir tayyorlaymiz. Mani oila a'zolarim pyure yaxshi ko'rishgani uchun sochli qilib sariyog'li sutli solib pyure tayyorladim. Sizlar o'z xohishingizga qarab guruch yoki grechka tayyorlasanglar ham bo'ladi. Kotletlarimiz ham pishib chiqdi. Piyoladan shunaqa osongina ko'chib chiqadi, xavotir olmanglar va oila a'zolaringizga yoqimli ishtaha tilab dasturxonga tortasizlar.